agar Instagramimni yuritishni boshlasam negativ ko'payib ketadi deb qo'rqib Instagramingizni yuritmayotgan bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. O'zim ishlatadigan 3 ta yo'lim haqida shu videoda aytib beraman. Eng birinchisi o'zi tuzuk kontent qilish. Odamlar unchalik siz o'ylaganingizchalik yomon emas. Agar o'zi yaxshi kontent qiladigan bo'lsangiz, birovni jig'iga tegmaydigan bo'lsangiz, birovni emotsiyalarini qituvlamaydigan bo'lsangiz, hech kim sizga shaxsiyatingizga nisbatan negativ yozmaydi. Agar noto'g'ri informatsiya bersangiz yoki kimnidir emotsiyalariga tegib ketadigan bo'lsangiz, yomon ma'noda, shunda negativ bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda kontentni o'zi yaxshi qilish kerak. Ikkinchisi bo'lsa, o'zi tuzuk kontent qilganingizda ham onda-sonda baribir yozadigan ichi qoralar chiqadi. Unaqalarni nima qilamiz? Tortishib, talashib o'tirmaymiz. Xoh u direktda bo'lsin, xoh u kommentariyada bo'lsin. Tikka blokka solasiz, bo'l. Unaqa odamlar asabingizni buzganingizga arzimaydi, ishonavering. Uchinchisi, agar menga o'xshagan emotsional odam bo'lsangiz, u odam bilan baribir talashib ketib qolasiz yoki ko'ngilga olasiz. O'shaning uchun kayfiyatingiz yo'q vaqtida kommentariyaga ham, direktga ham qaramaysiz. Instagramga iloji bo'lsa, faqat reels ko'rib o'tirasiz, u joylariga kirmaysiz. Shunaqa oddiy yo'l bilan negativlarni ignor qilib yuborish mumkin. Eng muhimi, bu blogingizni boshlash uchun to'sqinlik qilmasin. Bitta narsani esdan chiqarmaslik kerakki, mevali daraxtga tosh otiladi. Siz yaxshi kontent qilganingiz bilan baribir sizni yoqtirmaydigan, ko'ra olmaydigan odam topilishi aniq. Lekin bu odamlarni deb siz rivojlanishdan to'xtab qolishingiz noto'g'ri bo'ladi. Fikrimni yetkaza olgan bo'lsam va meni fikrimga qo'shilsangiz, videoga bitta like sizdan. Shaxsiy brend bo'yicha ko'proq informatsiya olish uchun bizani kuzatib boring.